Bismillahirrohmanirrohim. Hoji Bahouddin Naqshband Quddisa sirruhu 2-qism. Muridlik vaqtida ahyon taka xizmatlarini ham qilgan Hoji Bahouddin komillikka yetish davrida shayxining tavsiyasi bilan 7 yil mobaynida ham hayvonlarga xizmat qilganliklari, ham yo'llarni tozalaganliklarini aytganlar. U zotdan bu borada quyidagilar naql qilingan. U aziz zot menga shunday tavsiya qildilar: qalblarga e'tiborli bo'l. Tushkunlikdagi zaiflarga, ko'ngli o'ksiklarga yordam ber. Xalq iltifot ko'rsatmagan kimsalarga iltifot ko'rsat va ularga kamtar bo'l. Hayvonlarni ham kibrlanmasdan parvarishla. Chunki hayvonlar Haq taoloning mahluqotlari bo'lganliklari uchun ularda rububiyat nazari bor. Agar ularning biror a'zosida jarohatlari bo'lsa, dori surtib davola. Yo'l va o'tish joylarining ozodaligi bilan shug'ullan. Agar yo'l ustida odamlar xush ko'rmaydigan biror narsa ko'rsang, uni olib chetga uloqtirginki, o'tayotganlarga zarari tegmasin. Menga amr qilingan har bir ishni so'zsiz itoat bilan bajardim. Buning natijasi o'laroq ma'naviy holatimdagi yuksalishga shaxsan guvoh bo'ldim. Hoji Bahouddin muridlik yillarida Amir Kulolning xalifalaridan Orif Diggaroniy Qishloqiydan hadisdan saboq olib, Shamsiddin Kuloldan esa Iroq mashoyixlarining muroqaba usulini o'rganganlar. Muroqaba haqqa tolib kishining Allohning amrlarini ado etishi, uning o'z ahvolidan ogoh va talabgor ekanini anglab, aynan shu mulohazadan g'ofil qolmasligidir. U zotning shunday deganlari naql qilinadi: tasavvuf yo'lida maqom va manzillardan ko'tarilib borar ekanman, Halloji Mansurning holi menda ham 2 marta paydo bo'ldi. Sal qolsa uning aytgan so'zlari, ya'ni anal haq degan gapini men ham aytib yuborar edim. O'sha paytda Buxoroda odam osiladigan bir dor bor edi. O'sha dorning oldiga borib, o'zimga agar o'sha so'zni sen ham aytsang, joying mana shu dorda bo'ladi dedim. Alloh taoloning marhamati bilan bu maqomdan ham o'tdim va o'sha so'zni aytish vasvasasidan xalos bo'ldim. Hoji Bahouddin Amir Kulolning suhbatlari va xizmatlarida necha yil bo'lganliklari va olgan tasavvufiy tahsillarining tafsilotlari aniq emas. Biroq muayyan yetuklik darajasiga erishgandan so'ng Amir Kulol o'z o'g'li Amir Burxonning tarbiyasini Bahouddin Naqshbandga havola qiladilar va u zotning irshod qilishga, ahil yo'l yo'riq ko'rsatishga munosib bo'lganlarini shaxsan ko'rmoqchi bo'ladilar. Bahouddin Naqshbandning tasavvuf yo'lida yuksak darajaga yetganliklarini va yanada yuksalish qobiliyati borligini ko'rgan Amir Kulol bir kuni u zotga: o'g'lim Bahouddin, Hoji Muhammad Boboyi Samosiyning siz haqingizdagi tavsiyasini to'liq bajardim deydilar. So'ng ko'ksilariga ishora qilib davom etadilar: ko'kragimni siz uchun quritdim va ruhoniyat qushingiz bashariyat tuxumidan chiqdi. Biroq himmat qushingiz baland uchmoqda. Bugun sizga ruxsat beraman. Turk va tojik har kimsadan burningizga bir ma'naviyat hidi yetsa talab qiling va himmatingiz taqozosiga ko'ra ana shu talabda nuqsonga yo'l qo'ymang. Bahouddin Naqshband shayxining bu so'zlaridan keyin bir muddat Orif Diggaroniyning suhbatlarida qatnashadilar. Biroq Diggaroniy bilan o'tgan ana shu birgalik murid-murshid munosabatidan ko'ra ko'proq do'stona suhbat ko'rinishida edi. Hoji Bahouddin hazratlari Orif Diggaroniy bilan o'tgan suhbat davrining oxirida 2-3 oycha Yassaviy shayxlardan Qusam shayxning suhbatlarida ham ishtirok etadilar. Ana shundan keyin hazratning muridlik davrlari yakunlangani va xalqni irshod qilish bilan shug'ullana boshlaganliklari anglashiladi. Naqshband hazratlarining ilk muridlari Amir Kulolning suhbat halqasidan ajralib chiqqan
darveshlar bo'ldi. Hoji Bahouddin Naqshband hazratlari bir qator shaharlarda suhbatlar o'tkazadilar. Muridlarining safi yanada ortib boradi. Buxoroning ko'zga ko'ringan olimlaridan Husomiddin Xo'ja Yusuf ibn Mahmud al-Hofiziy al-Buxoriyning Hoji Bahouddinga intisob qilishi ham bu yo'ldagi katta burilish bo'ladi. Shundan so'ng Buxoro olimlari va talabalari Hoji Bahouddinning suhbat halqalarida to'da bo'lib ishtirok eta boshlaydilar. Bundan xavotirga tushgan ba'zi olimlar vaziyat shu zaylda davom etaversa, madrasalar bo'shab qolishini aytib, Bahouddin Naqshband haqida bo'lmag'ur gap so'zlar qila boshlaydilar. Natijada Hoji Bahouddin va Buxoro olimlari bir majlisda uchrashadilar. Hoji Bahouddin, tariqatimizni sizlarga bayon qilib berayin. Agar shariatga va sunnatga zid tomoni bo'lsa aytinglar. Undan voz kechamiz deydilar. Olimlar hojani tinglagach bu masalada aytadigan biror so'z topa olmaydilar va tariqatingiz to'g'ri yo'lda ekan, e'tirozimiz yo'q deydilar. Ba'zilari kiygan kulohingiz shuhratga sabab bo'lmoqda deganlarida Hoji Bahouddin modomiki kulohim munozaraga sabab bo'lgan ekan, uni kiymaslik to'g'riroq bo'ladi deydilar va kulohlarini yechib bir faqirga berib yuboradilar. Shundan so'ng Bahouddin Naqshbandning ulamolar oldidagi obro' e'tibori yanada oshadi. Bahouddin Naqshbandning hayotlaridagi muhim voqealardan yana biri hajga borganliklaridir. Manbalarda u zotning 2 marta hajga borganliklari qayd etiladi. Birinchi haj ziyoratidan qaytgan chog'larida Amir Kulol vafot etganlariga ko'ra Hijri 771 milodiy 1370-yil Zulhijja oyida birinchi haj amalini bajarganliklari ma'lum bo'ladi. Hoji Bahouddin hajga ketayotganlarida Marv, Sarax kabi shaharlardan o'tib, Mayhana, Mahnada Abu Said Abul Xayrning naslidan bo'lgan Hoji Muayyadning uyida mehmon bo'ladilar. Hoji Bahouddin Naqshband hajdan qaytayotganlarida Bag'doddan Mozandaronga keladilar. U yerda ulamolardan Sayfiddin Abhariy bilan uchrashadilar va Marv tomon yo'lga tushadilar. Tus yoki Saraxda ekanliklarida Malik Husayn kart odam jo'natib Hoji Bahouddinni Hirotga taklif qiladi. Malik Husayn Hoji Bahouddin Naqshband uchun ziyofat uyushtirib, ko'plab olimlar va shayxlarni dasturxonga taklif qilgan edi. Biroq Hoji Bahouddin sultonlarning dasturxonidagi yeguliklar harom yoki shubhali yo'llar bilan topilgan bo'lishi mumkinligini o'ylab, hech narsa yemaydilar va ortlaridan jo'natilgan hadyalarni ham qabul qilmaydilar. Malik Husayn endi bu taomni kimga beraylik deb so'raganida Hoji Bahouddin hazratlari shariatga ko'ra agar biror narsada shubha bo'lsa, u faqirlarga beriladi. Aslida bu taomlar halol. Hirotda mana shu taomlarning bir luqmasiga muhtoj bo'la turib, qanoat qilayotgan shunday faqirlar borki, o'shalarga berilsa yaxshiroq bo'ladi, deydilar. Malik Husayn buni qabul qiladi va Hoji Bahouddindan darveshlik sizga meros bo'lib qoldimi deb so'raydi. Hoji hazratlari bu savolga shunday javob beradilar. Meros emas, insonlarning va jinlarning barcha amallariga teng keladigan darajada bir ilohiy jazba keldi va meni bu saodatga erishtirdi. Malik Husayn yana so'raydi. Sizning tariqatingizda jahriy ovoz chiqarib zikr qilish, samo, musiqa tinglab jo'shish va xilvat o'tirish bormi? Hoji Bahouddin yo'q deb javob beradilar. Malik Husayn unda sizning tariqatingiz va yo'lingiz qanday deb so'raganida Hoji Bahouddin Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlarining tavsiyasi bo'lgan xilvat dar anjuman, ya'ni xalq orasida Haq taolo bilan birga bo'lishdir deya javob qaytaradilar. Malik Husayn bu qanday bo'lishi mumkin deya yana so'raydi. Hoji hazratlari bu zohir ko'rinishda xalq bilan birga, botinda, qalban esa Haq taolo bilan band bo'lish, xalq ichida bo'lishi uni Haq taoloni zikr va fikr qilishdan chalg'itmaydigan kishiga muyassar bo'ladi, deydilar.
Bahouddin Naqshband hajdan qaytishda bir muddat Marvda yashab qoladilar. Buxoroga qaytgan kunlarida Amir Kulol vafot etgan edilar. Ba'zi manbalarda Amir Kulol vafotlaridan avval muridlariga Hoja Bahouddinga tobe bo'lishlarini aytganliklari naql qilingan. Amir Kulolning janoza marosimiga ulgurgan Hoja Bahouddin Naqshband so'ng o'z qishloqlari Qasri Orifonga ketadilar. Bu paytda u zot 52 yoshda edilar. Hijriy hisobga ko'ra 54 yoshda edilar. Hoja Bahouddin shayxlik qilgan davrda yuz bergan voqealardan yana biri Dashti Qipchoq tomonidan kelgan bir qo'shinning Buxoroni qamal qilishi natijasida xalqning qiyin kunlarini boshdan kechirishi edi. Manoqib kitoblarida bu voqea bilan bog'liq yil va muayyan ism zikr qilinmagan bo'lsa-da, nazarda tutilgan voqea Dashti Qipchoqda hukm surgan Oltin O'rda xoni To'xtamishning Hijriy 789, milodiy 1387-88 yillarda Mavroun Nahrga kelib, Buxoroni qamal qilgan ekani taxmin qilinadi. Bu mavzuda manbalarda shunday rivoyat keltirilgan. Bir vaqtlar Qipchoq vohasi tomonidan katta qo'shin Buxoroga keldi. Shahar xalqi qal'a ichiga kirib himoyalandi. Noilojlikdan ko'plab odamlar tomlar ustiga chiqib qazoyi hojat qildilar. Bu paytda darveshlarning ko'pchiligi Hoja Bahouddinning atrofida jam bo'lgan edilar. Bir kuni Hoja Bahouddin masjid tomida darveshlar bilan o'tirganlarida ular orasidagi ikki talabaga "Mana bu tomlar ustidagi najosatlarni tozalanglar. Men ham bir vaqtlar Buxoroning barcha madrasalaridagi hojatxonalarni tozalagan edim" dedilar. Hoja Bahouddin hazratlarining hayotlaridagi muhim voqealardan yana biri ikkinchi marta hajga borishlaridir. Bu safarda xalifalaridan Hoja Muhammad Porso ham birga edilar. Marvga yetganlarida Muhammad Porsoni boshqa muridlar bilan birga Bovard, Obivard yo'li orqali Nishopurga jo'natgan Bahouddin Naqshband Hirotga borib, Zayniddin Abu Bakr Toyabodiy bilan uchrashadilar va 3 kun suhbat quradilar. So'ng Nishopurga borib boshqa muridlariga qo'shiladilar. Bag'dodga yetganlarida Hijoz safari uchun ijaraga tuya oladilar. Hajdan qaytishda yana Bag'dodga kelganlarida Shayx Nuriddin Abdurahmon ham ulamolar va sufiylar majlisida ishtirok etadilar. Hoja Bahouddin Bag'dodda ekanliklarida Abdulqodir Jiloniyning maqbarasini ham ziyorat qilgan bo'lishlari kerak. Ana shu ziyoratning ba'zi tafsilotlari haqidagi ma'lumotlar keyingi davrda yozilgan Qodiriyya tariqati manqibalarida keltirilgan. Biroq Bahouddin Naqshbandning manqibalarini o'z ichiga olgan manbalarda bu mavzuda hech qanday ma'lumot yo'q. Hoja Bahouddin Naqshband umrlarining oxirigacha Buxoroda yashaydilar. U zot ikkinchi haj safaridan so'ng kasallikka chalinganliklari sabab umrlari poyoniga yetib borayotganini his etadilar va o'zlaridan keyin muridlarini Hoja Muhammad Porsoga tobe bo'lishini vasiyat qiladilar. Shu tariqa Naqshband hazratlari Hijriy 791, milodiy 1389-yili Qasri Orifonda vafot etadilar. Alloh taolo o zotdan rozi bo'lsin. Nejat To'sun. 2-qism tugadi.